Ushbu loyiha Biznesni rivojlantirish banki hamkorligida Andijon viloyat Xo'jaobod tumani Beshkaram MFE 1569 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda maydon 10 gektar yerga sarimsoq piyoz mahsulotlari ekilgan. Sarimsoq piyozlari. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish yani sentyabr oyidan may oyigacha davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Yer maydonlari. Ushbu loyihaga 60 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 15 sotikdan to'g'ri keladi. Yer maydonlari. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Ergash ota fermer xo'jaligi biriktirilgan. Xo'p, ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 20 tonna, jami 200 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish, shu orqali dehqon xo'jaliklari daromadini oshirish niyatidamiz.